Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi qonun kuchga kirdi va bu o'zgarish oddiy fuqaro, tadbirkor, ishchi, pensioner, talaba, uy-joy egasi, avtomobil haydovchisi, kredit olayotgan odam, hatto oila nomidan hujjat yuritayotgan har bir kishiga tegishli bo'lishi mumkin. Eng katta xato shuki, ko'pchilik bu menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Keyin esa jarima, rad javobi, hujjatdagi muammo yoki sudgacha yetib boradigan nizoga duch keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga yangi qonun kuchga kirganda nimalarga e'tibor berish kerakligini, avval qanday edi, endi nima o'zgarganini, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini va amalda qanday yo'l tutish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ko'p muammodan qutuladi. Yangi qonun kuchga kirgani nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi davlat organlari, sudlar, banklar, notariuslar, hokimliklar, soliq organlari, ichki ishlar ijro byurosi yoki boshqa idoralar ayrim masalalarda avvalgidek emas, yangi tartib bo'yicha ish yuritadi. Ya'ni qonun qog'ozda qabul qilindi, rasmiy e'lon qilindi va belgilangan kundan boshlab amaliyotda qo'llanila boshladi. Avval ko'p holatlarda odamlar odat bo'yicha harakat qilardi. Masalan, kimdir hujjat topshirishda eski ro'yxatni ko'tarib borardi. Kimdir shartnoma tuzishda eski namunadan foydalanardi. Kimdir jarima yoki qarzdorlik bo'yicha keyinroq hal qilaman deb yurardi. Lekin qonun o'zgargandan keyin eski odat xavfli bo'lib qoladi. Chunki davlat organi sizning men bilmagan edim degan gapingizni har doim ham asos sifatida qabul qilmaydi. Qonun kuchga kirgan bo'lsa, u hamma uchun majburiy hisoblanadi. Eng muhim nuqta shuki, yangi qonun ikki xil ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi, fuqarolarga yengillik berishi mumkin. Masalan, hujjat topshirish soddalashadi, ayrim talablar bekor qilinadi, ma'lumotnomalar elektron shaklda olinadi. Ortiqcha yugur-yugurlar kamayadi. Ikkinchisi, majburiyatni kuchaytirishi mumkin. Masalan, muddatga amal qilmaganlik uchun javobgarlik oshadi, noqonuniy harakat uchun jarima ko'payadi. Shartnomani yozma rasmiylashtirish talabi kuchayadi yoki ayrim ishlarni faqat ruxsatnoma bilan qilish sharti qo'yiladi. Shu sababli men har doim aytaman, yangi qonunda eng avvalo 3 ta savolga javob izlash kerak. Birinchisi, bu qonun kimlarga tegishli? Ikkinchisi, u qanday yangi majburiyat yoki yengillik kiritdi? Uchinchisi, men bugundan boshlab amalda nima qilishim kerak? Avvalgi tartibda ko'p masalalar qog'oz hujjatlarga, idoraga borib ariza yozishga, ma'lumotnoma yig'ishga va mansabdor shaxsning tushuntirishiga bog'liq bo'lardi. Masalan, odam biror xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, undan pasport nusxasi, yashash joyi ma'lumotnomasi. Qarzdorlik yo'qligi haqida hujjat, ish joyidan ma'lumotnoma, oilaviy holatga oid ma'lumotlar talab qilinishi mumkin edi. Natijada oddiy masala ham bir necha kun yoki bir necha haftaga cho'zilardi. Yangi tartibning asosiy maqsadi odatda shundan iborat bo'ladi. Huquqiy aniqlikni kuchaytirish, ortiqcha talablarni kamaytirish, javobgarlikni aniq belgilash va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish. Lekin bitta muhim jihat bor. Yengillik kiritilgan bo'lsa ham, bu endi hech narsa qilish shart emas degani emas. Aksincha, ayrim joylarda fuqaroning o'zi ham mas'uliyatli bo'lishi kerak. Masalan, elektron ariza topshirish imkoniyati berilgan bo'lsa. Arizada xato ma'lumot kiritmaslik sizning zimmangizda bo'ladi. Bank karta raqami, telefon raqami, manzil, pasport ma'lumoti noto'g'ri yozilsa, keyin tizim xato qildi deyish qiyin bo'ladi. Oddiy misol keltiraman. Fuqaro davlat xizmatidan foydalanmoqchi. Avval u idoraga borib, navbat kutib, ariza yozib, bir nechta hujjat topshirgan. Endi esa xizmat onlayn ko'rsatilishi mumkin. Bu yaxshi yangilik. Lekin u telefon raqamini eski raqam bilan kiritgan bo'lsa, tasdiqlash kodi kelmaydi. Ariza yarim yo'lda qoladi. Yoki bank hisob raqamini noto'g'ri yozsa, to'lov qaytadi yoki kechikadi. Ko'ryapsizmi, qonun yengillik berdi. Lekin fuqarodan e'tibor talab qildi. Yana bir misol. Tadbirkor avval mijoz bilan og'zaki kelishib ishlagan. Men mahsulotni beraman, siz pulni keyin to'laysiz degan. Hamma narsa ishonchga asoslangan. Lekin yangi tartib shartnoma, elektron hisob faktura, to'lov muddati, soliq hisoboti yoki rasmiy hujjatlarni aniq yuritishni talab qilsa, og'zaki kelishuv keyin katta muammo tug'diradi. 5 million so'mlik mahsulot bo'lsa ham, 1 million so'mlik xizmat bo'lsa ham, hujjat bo'lmasa, haqingizni undirish qiyinlashadi. Birinchi navbatda hujjat bilan ishlaydigan odamlar ehtiyot bo'lish kerak.
uy-joy oldi sottisi, ijara shartnomasi, avtomobil oldi sottisi, meros, aliment, kredit, qarz, ishga qabul qilish, mehnat shartnomasi, tadbirkorlik faoliyati, soliq hisoboti, bojxona, litsenziya va ruxsatnomalar bilan bog'liq ish qilayotgan har bir kishi yangi tartibni tekshirish shart. Masalan, siz kvartira ijaraga beryapsiz. Avval tanish bilish orqali og'zaki kelishib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Ijarachi oyga 2 million so'm to'laydi, kommunal to'lovlarni o'zi qoplaydi deb kelishdingiz. Lekin yozma shartnoma bo'lmasa, keyin qarzdorlik chiqsa, mulkka zarar yetsa, kommunal to'lov 3 million so'mga yetib qolsa, sizning qo'lingizda isbot bo'lmaydi. Yangi qonun yoki yangi tartib shartnomani rasmiylashtirish, soliq organiga xabar berish yoki elektron ro'yxatdan o'tkazishni talab qilsa, buni e'tiborsiz qoldirish sizga jarima yoki zarar olib kelishi mumkin. Ikkinchi guruh kredit, qarz yoki bo'lib to'lash asosida mahsulot olayotganlar. Bugun ko'pchilik telefon, maishiy texnika, mebel, avtomobil yoki biznes uchun uskunani kreditga oladi. Oylik to'lov 700 ming so'm, 1 million 200 ming so'm yoki 3 million so'm bo'lishi mumkin. Yangi tartibda foizlar, penya, kechiktirilgan to'lov, kafillik yoki garov bo'yicha talablar o'zgargan bo'lsa, shartnomani o'qimasdan imzo qo'yish juda xavfli. Men amaliyotda ko'p ko'raman, odam menga faqat 12 oyga bo'lib to'lash deyishdi deydi. Lekin shartnomada kechiktirilgan har bir kun uchun penya bor. Sug'urta to'lovi bor, xizmat haqi bor, muddatidan oldin yopish tartibi alohida yozilgan bo'ladi. Uchinchi guruh tadbirkorlar va yakka tartibda ishlayotganlar. Sartarosh, ustaxona egasi, internet orqali savdo qilayotganlar, kuryerlik, ta'lim kursi, qurilish brigadasi, taksi xizmati, kichik ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchilar yangi qoidalarni alohida kuzatishi kerak. Chunki tadbirkorlikda bitta hujjatdagi xato soliq tekshiruvi mijoz bilan nizo yoki jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, siz 20 million so'mlik xizmat ko'rsatdingiz, lekin hisob kitobni rasmiylashtirmadingiz. Mijoz keyin xizmat sifatsiz bo'ldi desa, siz esa men bajardim desangiz, masala isbotga borib taqaladi. 4-guruh davlat xizmatlariga murojaat qilayotganlar. Nafaqa, subsidiya, kompensatsiya, uy-joy navbati. Yer ajratish, bolalar bog'chasi, maktab, universitet, tibbiy xizmat, nogironlik, pensiya masalalarida yangi qonun eng ko'p ta'sir qiladigan joylardan biri aynan hujjat topshirish tartibidir. Bu yerda muddat juda muhim. Agar ariza 10 kun ichida topshirilishi kerak bo'lsa, siz imi kuni borsangiz, rad javobi olishingiz mumkin. Agar qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'lsa va siz belgilangan muddatda taqdim etmasangiz, ariza ko'rib chiqilmasligi mumkin. Yangi qonun chiqdi degani hamma darhol jarimaga tortiladi yoki hammaning hujjati bekor bo'ladi degani emas. Bu yerda xotirjamlik ham kerak. Agar sizning hujjatlaringiz rasmiy, shartnomalaringiz to'g'ri, qarzdorliklaringiz nazoratda, arizalaringiz vaqtida topshirilgan bo'lsa, siz uchun yangi tartib ko'proq aniqlik beradi. Masalan, siz ishchi bo'lsangiz va mehnat shartnomangiz bor, oyligingiz rasmiy tushadi, ta'tilingiz hisoblanadi. Ish beruvchi sizni qonuniy rasmiylashtirgan bo'lsa, yangi tartib sizning huquqingizni yanada aniq himoya qilishi mumkin. Agar ish beruvchi og'zaki ishlayveramiz desa, mana shu joyda siz ehtiyot bo'lishingiz kerak. Chunki og'zaki mehnat munosabati keyin oylik, mehnat staji, kompensatsiya yoki jarohat bo'yicha muammo tug'diradi. Agar siz uy egasi bo'lsangiz va ijara shartnomangiz rasmiy bo'lsa, ijarachi bilan to'lov, muddat, kommunal xarajatlar, ta'mirlash, depozit haqida aniq yozib qo'ygan bo'lsangiz, siz xavotirni kamaytirgan bo'lasiz. Agar siz kredit olgan bo'lsangiz va har oy to'lovni vaqtida qilsangiz, shartnoma nusxasi, to'lov kvitansiyasi, bank ilovasidagi tarixni saqlab qo'ysangiz, siz o'zingizni himoya qilgan bo'lasiz. Endi eng muhim amaliy qismga o'tamiz. Yangi qonun kuchga kirganda odamlar odatda 3 ta xato qiladi. Birinchi xato qonunni eshitadi, lekin matnni yoki rasmiy tushuntirishni tekshirmaydi. Telegramda, qo'shnidan, tanishdan, ishxonadagi gapdan eshitadi. Endi hamma jarima to'lar ekan, endi hujjat kerak emas ekan. Endi qarzlar o'chirilar ekan kabi gaplar tez tarqaladi. Lekin bunday gaplarning yarmi noto'g'ri, yarmi esa to'liq tushuntirilmagan bo'ladi. Men doim aytaman, rasmiy manbaga qarang. Qonun qaysi sanadan kuchga kirgan? Kimlarga tegishli o'tish davri bormi? Eski hujjatlarga qanday ta'sir qiladi? Bularni aniqlamasdan qaror qilmang. Ikkinchi xato eski hujjat bilan yuraverish. Masalan, tadbirkorning eski shartnoma namunasi bor. U har bir mijozga shu namunani beradi.
Lekin yangi tartibda majburiy bandlar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Xizmat muddati, qaytarish tartibi, shaxsiy ma'lumotlarga rozilik, to'lov usuli, javobgarlik, nizoni hal qilish tartibi. Agar shartnomada bular bo'lmasa, nizo chiqqanda sizning pozitsiyangiz zaif bo'ladi. Uchinchi xato muddatni o'tkazib yuborish. Qonunchilikdagi ko'p huquqlar muddatga bog'liq. Ariza topshirish muddati, shikoyat qilish muddati, jarimani chegirma bilan to'lash muddati, apellyatsiya muddati, hujjatni yangilash muddati, litsenziya yoki ruxsatnoma muddati. Masalan, 15 kun ichida shikoyat qilish kerak bo'lgan holatda siz 20 kuni murojaat qilsangiz, hatto haq bo'lsangiz ham ish murakkablashadi. Sud yoki idora nega muddatni o'tkazdingiz deb so'raydi. Keling, aniq misol olaylik. Bir fuqaro avtomobil sotib oldi. Narxi 120 million so'm. Sotuvchi hujjatlarni keyin rasmiylashtiramiz dedi. Xaridor pulning 1 million so'mini berdi. Qolgan 20 million so'mni bir oyda berishga kelishdi. Agar bu kelishuv yozma rasmiylashtirilmasa, avtomobil kimning nomida? To'lov qachon tugaydi? Jarima yoki avariya bo'lsa kim javobgar? Bularning hammasi muammo bo'ladi. Yangi tartib rasmiylashtirishni yanada qat'iy belgilagan bo'lsa, og'zaki kelishuvga suyanish katta xatodir. Yana bir misol. Ona bola puli yoki ijtimoiy yordam uchun ariza bermoqchi. Avval mahallaga borib so'ragan, keyin bir hujjat yetishmagan, keyin yana kelgan. Endi ariza elektron tizim orqali qabul qilinishi mumkin. Bu qulay. Lekin ma'lumotlar bazasida oila tarkibi, daromad, yashash manzili noto'g'ri ko'rinsa, ariza rad etilishi mumkin. Bunday holatda odam menga bermadi deb xafa bo'ladi. Lekin avval ma'lumotlarni tekshirtirish kerak edi. Shuning uchun amaliy yo'l shunday: pasport ma'lumotlari, nikoh, farzandlar, doimiy yashash manzili, daromad, bank karta ma'lumotlarini oldindan tekshirib oling. Har bir yangi qonunda istisnolar bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan istisno bu o'tish davri. Ya'ni qonun kuchga kiradi, lekin ayrim talablar birdan emas, ma'lum muddatdan keyin qo'llanadi. Masalan, yangi litsenziya talabi 1 yanvardan kuchga kiradi. Lekin eski ruxsatnomalar yana 6 oy amal qiladi. Yoki yangi hujjat shakli tasdiqlanadi. Lekin eski shakldagi hujjatlar ma'lum muddatgacha qabul qilinadi. Mana shu joyni bilmaslik odamni ikki xil xatoga olib keladi. Yoki bekorga vahimaga tushadi, yoki aksincha hali vaqt bor deb muddatni o'tkazib yuboradi. Ikkinchi nuans, qonun orqaga qaytib qo'llanadimi yoki yo'qmi? Umumiy qoida shuki, qonun odatda kelajakdagi munosabatlarga qo'llanadi. Lekin ayrim hollarda fuqaroga yengillik beradigan norma oldingi holatlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, javobgarlik yengillashtirilgan bo'lsa, bu ayrim ishlar bo'yicha muhim bo'lishi mumkin, lekin bu juda nozik masala. Har bir holatda alohida tekshirish kerak. Yangi qonun chiqdi, demak eski qaror bekor bo'ldi deb o'ylash to'g'ri emas. Uchinchi nuans, davlat organining og'zaki tushuntirishi qonun o'rnini bosmaydi. Siz idoraga borasiz, xodim sizga bo'ladi yoki bo'lmaydi deydi. Lekin keyin rasmiy javob boshqacha chiqishi mumkin. Shuning uchun muhim masalada albatta yozma ariza bering va yozma javob oling. Og'zaki gap bilan huquqni himoya qilish qiyin. Agar sizga rad javobi berilsa, rad etish sababi qaysi qonun moddasi, qaysi hujjat yetishmayotgani ko'rsatilishi kerak. Shunchaki mumkin emas degan gap bilan cheklanib qolmang. 4-nuans. Elektron tizimdagi xato ham tekshirilishi kerak. Bugun ko'p ma'lumotlar bazalar orqali yuritiladi. Ba'zida odamning familiyasi bitta harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Ba'zida eski manzil qolib ketgan bo'ladi. Ba'zida qarzdorlik allaqachon to'langan, lekin tizimda yopilmagan bo'ladi. Natijada odam davlat xizmatidan foydalana olmaydi, kredit ola olmaydi yoki hujjati kechikadi. Bunday vaziyatda to'lov kvitantsiyasi, shartnoma, sud qarori, bank ma'lumotnomasi kabi isbotlarni yig'ib, bazani tuzatish bo'yicha murojaat qilish kerak. 5-nuans. Jarima va qarzdorliklarni vaqtida tekshirish. Ko'pchilik faqat muammo chiqqanda qaraydi. Masalan, chet elga chiqmoqchi bo'ladi. Aeroportda yoki hujjat topshirishda qarzdorlik chiqadi. Yoki avtomobil sotmoqchi bo'ladi, taqiq borligi ma'lum bo'ladi, yoki kredit olmoqchi bo'ladi. Oldingi kechiktirgan to'lov kredit tarixida turgan bo'ladi. Yangi tartib kuchga kirgan davrda bunday tekshiruvni oldindan qilish yanada muhim. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: o'zingizga tegishli sohani aniqlang. Siz ishchimisiz, tadbirkormisiz, pensionermisiz, talabasizmi, uy egasimisiz, haydovchimisiz, kredit olganmisiz, davlat xizmatiga ariza bermoqchimisiz? Qonunni umumiy o'qishdan oldin.
uning sizga tegishli qismini topish kerak. Ikkinchi qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Qonun yoki qaror rasmiy e'lon qilingan manbada bo'lishi kerak. Uning nomi, raqami qabul qilingan sanasi va kuchga kirish sanasiga qarang. Aynan kuchga kirish sanasi muhim. Chunki ba'zi hujjatlar e'lon qilingan kundan, ba'zilari ma'lum sanadan, ba'zilari esa bir necha oydan keyin kuchga kiradi. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, stir, kadastr hujjati, shartnomalar, to'lov kvitansiyalari, bank ma'lumotlari, ish joyidan hujjatlar, pensiya yoki nafaqa hujjatlari, sud qarori, ijro hujjati. Qarzdorlik to'langanini tasdiqlovchi kvitansiyalarni alohida papkaga yig'ing. Elektron nusxasini ham saqlang. Telefoningizda rasm qilib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki rasm sifatsiz chiqadi yoki yo'qoladi. Imkon bo'lsa, PDF shaklida saqlang. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Agar sizga biror narsa tushunarsiz bo'lsa, tegishli idoraga ariza bering. Arizada aniq yozing. Mening holatim bo'yicha yangi tartib qanday qo'llanadi? Qaysi hujjatlar talab qilinadi? Arizam rad etilgan bo'lsa, rad etish asosini tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumoti, telefon raqami, manzil, masalaning qisqa mazmuni va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati bo'lishi kerak. 5-qadam, shartnoma imzolashdan oldin 3 ta joyni o'qing. To'lov miqdori va muddati, jarima, penya va javobgarlik. Shartnomani bekor qilish yoki nizoni hal qilish tartibi. Agar shu 3 ta joyni o'qimasangiz, keyin eng katta muammo aynan shu bandlardan chiqadi. Masalan, siz 10 million so'mlik xizmatga kelishdingiz. Lekin shartnomada kechikish uchun har kuni 1% penya yozilgan. 3 kun kechiksa 3 million so'm qo'shimcha majburiyat paydo bo'lishi mumkin. 6-qadam, muddatlarni kalendarga yozing. Ariza muddati to'lov kuni, shikoyat qilish kuni, hujjatni yangilash kuni, sudga murojaat qilish muddati, ruxsatnoma tugash sanasi. Buni xotirga ishonib qoldirmang. Telefonda eslatma qo'ying. 1 kun oldin emas, kamida 7 kun oldin eslatma qo'ying. Chunki hujjat yetishmay qolsa tuzatishga vaqt kerak bo'ladi. 7-qadam, qarzdorlik va taqiqlarni tekshiring. Jarimalar, soliq qarzdorligi, aliment, kredit, kommunal to'lov, ijro hujjatlari bo'yicha holatni vaqti bilan ko'rib boring. Agar qarz to'langan bo'lsa, kvitansiyani saqlang va tizimda yopilganini tekshiring. Faqat pul to'lashning o'zi yetarli emas. Ba'zida qarzdorlik bazada yopilishi uchun alohida murojaat qilish kerak bo'ladi. 8-qadam, nizoli vaziyatda hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Kimdir sizga qo'pol gapirsa, kimdir rad etsa, kimdir buni qilib bo'lmaydi desa, darhol janjal qilish foyda bermaydi. Siz yozma asos so'rang. Qaysi qonun, qaysi modda, qaysi talab? Agar rad javobi noqonuniy bo'lsa, yuqori turuvchi organ, prokuratura, sud yoki vakolatli tashkilotlarga murojaat qilish mumkin. Lekin murojaat kuchli bo'lishi uchun qo'lingizda hujjat bo'lishi kerak. Men alohida ta'kidlayman, yangi qonun kuchga kirganini eshitib, shoshma-shosharlik bilan pul to'lamang. Hujjat imzolamang, vositachilarga ishonib qolmang. Men tanish orqali hal qilib beraman. Endi yangi tartib bo'ldi. Tez pul to'lamasangiz bo'lmaydi. Hujjatni men qilib beraman degan gaplar firibgarlik bo'lishi mumkin. Har qanday to'lov faqat rasmiy hisob orqali, kvitansiya bilan shartnoma asosida amalga oshirilishi kerak. Ayniqsa, ijtimoiy yordam, subsidiya, kredit, yer, uy-joy, ishga joylashish, chet elga chiqish, haydovchilik guvohnomasi, jarima yoki sud masalalarida vositachilardan ehtiyot bo'ling. Qonuniy yo'l ko'proq vaqt olishi mumkin. Lekin noqonuniy yo'l keyin sizni yanada katta muammoga olib kiradi. Yana bir muhim masala, har bir odam o'z huquqini bilish kerak, lekin majburiyatini ham unutmasligi kerak. Qonun faqat davlat organlariga talab qo'ymaydi, fuqaroga ham talab qo'yadi. Siz to'g'ri ma'lumot berishingiz, muddatga rioya qilishingiz, shartnomani bajarishingiz, qarzdorlikni yopishingiz, hujjatlarni asrab qo'yishingiz kerak. Shunda yangi tartib siz uchun xavf emas, aksincha himoya vositasiga aylanadi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, yangi qonun kuchga kirdi degani. Hayotimizda ayrim tartiblar o'zgardi, ayrim huquqlar kengaydi, ayrim majburiyatlar aniqroq bo'ldi. Eng to'g'ri yo'l vahimaga tushish emas, beparvo bo'lish ham emas. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbani tekshirish, o'zingizga tegishli qismini aniqlash, hujjatlarni tartibga keltirish, muddatlarni o'tkazmaslik va kerak bo'lsa yozma murojaat qilish. Agar siz bu videodan keyin hech bo'lmasa bitta shartnomangizni qayta ko'rib chiqsangiz, bitta qarzdorlik holatini tekshirsangiz
Bitta hujjatingizni tartibga keltirsangiz, demak siz o'zingizni katta muammodan himoya qilgan bo'lasiz. Sizningcha yangi qonundagi eng muhim o'zgarish qaysi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Agar savolingiz bo'lsa, holatingizni qisqacha yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.